Sizlar bilan birgalikda bolalar dunyodagi top 5 Minecraft youtuberlarini ko'rib chiqamiz bolalar. Bu videoning ikkinchi qismi bolalar. Birinchi qismida top 3 Minecraft o'zbek youtuberlarini ko'rib chiqqandik. Endi esa dunyo bo'yicha top 5 Minecraft eng zo'r youtuberlarini ko'rib chiqamiz bolalar. Qani bo'lmasa videoga olg'a. Albatta videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lish bolalar. Вообще esdan chiqmasin bolalar. Va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizningcha dunyodagi eng zo'r Minecraft youtuber kim? Va bolalar, bizani 5-o'rnimizda o'sha sizlar hech qachon ko'rmagan va tanimaydigan Vem bu bolalar. Da bolalar, sizlar bu youtuberni hali ko'rmagansizlar. Yoki ko'rganlar ham bordir, lekin o'zbekistonliklardan ko'pi bu youtuberni ko'rmagan. Nimaga men bu youtuberni 5-o'rnga qo'ydim? Chunki bu youtuber 5-o'rnga qo'yishga arziydi bolalar, balki undan ham ortig'iga arzir. Bu bratning YouTube'da 4 millionga yaqin obunachisi bor. Va bu brat aytishlaricha Mace'da bolalar dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ya'ni Mace'da PvP qilish bo'yicha bolalar dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqib olgan ekan brat. Men buni yaqinda bildim. Chunki o'zi Mace ham bola yaqinda qo'shilgan, o'zingizlar bilasizlar. Va bolalar, hozir bu brat video editlaridan qo'yib beraman. O'zingizlar ko'rib baho bera olasizlar brat qanaqaligiga. You should know by now that I'm not most players. No, today's Thursday, bro. Dear players of the unstable SMP, Meet the tag! 50 hearts total in the next hour. I'm sure you are this one. You build it. Like you are. Mana bola brat editni ham ko'rib oldinglar brat. Va serverda o'ynayotgan brat SMP serverda unstable SMP mi shunaqa server ekan, uncha tushunmadim serveriga bolalar. Va bola brat bilan Mace'da jay qilsanglar, umuman ko'rishga ulgurmaysizlar. Shu pashsha deysizlar o'ldirib yuboradi, ya'ni pashsha qo'nada urmoqchi bo'lsalar, yana uchib ketadi, xuddi shunaqa qilib sizlarni o'ldirib yuboradi. Bola qanaqasiga bilmadim, bunchalik o'ynash brat tug'ilganidan beri Minecraft o'ynasa kerak bolalar. Va bu bratni eng kuchli quroli bu Mace emas bolalar, eng kuchli quroli bu Orbital Strike Cannon bolalar. Sizlar bundan so'ng hali hayotingizda eshitib ko'rmagansizlar. Agarchi uni ko'rinishi qanaqadir shunaqa. Bolalar, shunaqaroq. Buni qanday yasash ham bilmayman, faqat o'zi bilsa kerak buni qanday yasashni bolalar. Va hozir bolalar buni sizlarga qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman bitta video bilan. Hey bro, wanna come check out my house? Yo, what the hell? this is an orbital strike cannon.